Mushriklar islomni yomonotlik qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sha'nlariga yolg'onlar to'qiy boshlashdi. U sehrgardir. Eri xotin orasini ajratib yuboryapti. Muhammadning diniga zinhor ergashmang. Muhammadga ergasha ko'rmang. Aks holda u oilalaringizni buzib yuboradi. Muhammad o'zi nimaga da'vat qilyapti? Yolg'on u aldovga va ilohlarimizni tark etishga da'vat qilyapti. Diniga kirganlarga nima va'da qilyapti? Hech narsa. Umuman hech vaqo. Qaytaga qullar bilan hojilarni tenglashtirib qo'ymoqda. Yo'q. Ha, shunday. Cho'ri bilan bekasini, qora tanli bilan oqsuyakni ham teng ko'rmoqda. Uning diniga kirgan ayollar bo'ldimi? Faqat cho'rilar. Zodagan ayollardan birontasi kirayotgani yo'q. Biroq eshitishimizcha, uni xotini ham shu dinda U emish. ham eriga o'xshaganda mol-mulkka ega bo'lishni istaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odamlarni islomga da'vat etardilar. Esa jannat xushxabarini berar va parvardigorlari bilan yo'liqishlarini eslatib ogohlantirar edilar. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasulidir. Sen Muhammadga ishonasanmi, ey Abu Sufyon? Oy Nazir ibn Xoris, quloq sol. Bir gal Yamanga borganimda, Ha, tijorat bilan borganding. u yerda bir rohibni uchratgandim. U menga Muhammad kutilayotgan payg'ambar ekanini aytgandi. Sen nima deb javob berganding? Unga hech qachon iymon keltirmayman, hatto u kutilayotgan payg'ambar bo'lsa ham. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tazyiq o'tkaza boshlashdi. U zotni shoir, sehrgar, kohin, hatto majnun deb ayblashardi. Ha, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ta'ziq o'tkaza boshlashdi. U zotni shoir, sehrgar, kohin, hatto majnun deb ayblashardi. Muhammad va uning do'stlarini nima qilsak ekan, ha? Uni masxaralab, obro'sini to'kamiz. Ustidan kulib, yolg'onchiga chiqaramiz. Da'vatini shak shubhaga soluvchi gaplar tarqatamiz. Qur'onni qadimgilarning afsonalari deymiz. Muhammadga mol-mulk va saltanat taklif qilamiz. Unga bu taklifni kim yetkazadi? Utba ibn Rabiya. Yuringlar, oldiga boramiz. Kofirlar payg'ambarimizni istihzo qilib, u zotga qarshilik qilishda davom etdilar. Hatto u zotga aql bovar qilmas narsalarni taklif qilishdi. Qani ko'raylikchi nima bo'larkan?